Olim aka, bilaman. Buyog'i kam qoldi. Yanami? Shunaqa gaplar bilan meniyam, o'zingniyam zeriktirmagin. Sizdan iltimos. Mendan keyin Gulirani oyimga bering. Bo'ldi, meni gaplarni yig'ishtir deyapman senga. Sizdan oxirgi iltimosim shu. Vasiyatim bu. Xo'p, bo'ldimi? Men ketishim kerak. To'xtang. Gapimni eshiting. Bilaman, mendan keyin o'shanga uylanasiz baribir. Bo'ldi senchi. Qizim o'gay onani qo'lida qolmasin. Iltimos. Yolvoraman Olim aka. Bo'ldi, qo'ysenchi. Hali tuzalib ketasan, o'lmaysan. Tuzalmayman. Buni mendan ham yaxshi bilasiz-ku. Va'da bering. Iltimos. Yaxshi niyat qilgan. Guli ham kutib qoldi. Men chiqishim kerak. Bo'pti. Ketmang. Iltimos, yolvoraman Olim aka. So'z bering. Xo'p, va'da beraman. Bo'ldimi? Endi ketsam maylimi? Ya Alloh. Qizginamni o'zing asra. Hoy qiz, to'xtang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Gulmiramisiz? Ha? Sal chetroqqa o'taylik. Uzr, tanimadim sizni. Men siz o'sha bo'yniga osilib yurgan olimning onasiman. Men hech kimni bo'yniga osilib yurganim yo'q. Sizni osilmaganingiz shumi? Yelimda yopishib olib, har kuni yetaklashib yurganingizchi. Bolamni telefonini tindirmasligingizchi. Siz meni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Biz olim bilan birga o'qiymiz, kursdoshmiz. Faqat shu, xola, men unga osilganim ham, yopishganim ham yo'q. Iltimos, sal o'ylab gapiring. Menga qara. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Sen o'zingni o'g'limga teng ko'rdingmi? Uyatsiz. Siz nimaga meni sensiraysiz? Sen hali izzat talabman degin? Nega menga bunaqa muomala qilasiz? Men sizga nima yomonlik qildim? Senchi? Bilib qo'ygin. Seni ikki dunyoda ham kelin qilmayman, tushundingmi? Sen o'g'limni tinch qo'ygin. Seni yana bir marta o'g'lim bilan o'ralashib yurganingni ko'rsam, o'sha o'qiyotgan institutingga, keyin bo'lsa mahalla idorasiga borib sharmandangni chiqaraman. Sen meni tushundingmi? Voy tavba, xola baqirmang, atrofdagilar qarayapti. Voy, o'sha odamlar qarasa qarar. Sen meni gapimni tushunding deb o'ylayman. Kelasi safarchi seni ayab o'tirmayman. Tushundingga? Zoti past.
Ha, endi kap-katta yigit. Aqli hushi joyida. O'zi biladi. Dadasi, ne hasratda o'g'il o'stirdik. Endi nima, o'g'lingiz bilganini qiladimi? Ha, o'g'lingni ko'ngli o'sha qizda bo'lsa, sen nima qila olarding? Ha, endi ishq boshqa, turmush boshqa dadasi. Ko'rdim o'shani, xaroba uyini. Surishtirdim-ku o'sha qizni. U tagi pastchi, umuman oilamizga mosmas. Ey, unaqa dema. Ye, kambag'allik ayb emas. Hayot o'g'lingniki. Ha, u bilan bir umr yashaydigan o'g'ling, bizmas. O'ziga qo'yib ber. Erkak kishi o'zi shunaqa. Ming hurliqosni olib kelib qo'ysang ham, ko'ngli bo'lmasa baxtli yashab ketolmaydi. Ko'ngil deysiz dadasi, yashaydi. Mana, meni aytdi deysiz. Shunaqangi tillo qizga uylantiramanki uni. Hali o'g'lingiz rahmat deydi. Azizani Barno degan kursdoshi bor. Anavi shoqa harflardan. Akademiklarchi? Ana o'shalarning avlodidan u qiz. Kazo odamlar. Ularning oilasini hamma taniydi. Ha, endi obro'li, qo'li uzun odamlar. O'ziga to'q oila. Qo'ysangchi. Ularning obro'si, qo'li uzunligi senga nima beradi? Yo, och qolyapsizmi? Birovga qarab qolgan joyiz bormi? Dadasi, men sizni o'ylayapman. Ha, endi Xudang bormi desa, bor degulik odamlar. Keyin qizni o'zim ko'rdim. O'qishga ham borib surishtirdim dadasi. Tilla qiz deyapman-ku. O'g'lingiz bitta ko'rsin u qizni, hali jon deydi. Dadasi, mana siz bilan men sevdim, kuydim deb yurganmizmi? Ha, endi sovchi yuvardingiz, to'yimiz bo'ldi. Nima, hech afsuslanganmisiz? Yomon bo'ldikmi? Sen yaxshilab o'ylab ish qil. Bu umr savdosi. Yana nimaga keldingiz? O'zing bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Guli, meni gapimni eshitgin. Men seni Men kecha eshitishim kerak bo'lgan hamma gapni eshitib bo'ldim. Oyijoningiz gapiradigan gaplarni gapirib ketdilar. buni bildim. Lekin sen e'tibor berma, Guli. Oyim nima desalar ham, Guli, bu senga bo'lgan munosabatimni o'zgartirmaydi. Lekin menikini o'zgartiradi. Men bunaqa munosabatni ko'tara olmayman. Gulmira, iltimos sendan. Qo'yningga olmagin. Qanaqa qilib? Men o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring. Kimdir sizni tagi past, tengi emassan desa, haqorat qilsa, siz chidarmidingiz? Yomon gapiribdilar. To'g'ri, biz boy emasmiz. Biz oddiy oilani farzandimiz. Lekin bu meni xohlagancha kamsitish mumkin degani emas-ku. Guli, oyim uchun men sendan kechirim so'rayman. Uydagilar bilan gaplashib hammasini hal qilaman. Kerak emas. Senga va'da beraman. Ovora bo'lmang. O'zingizni ham, meni ham qiynamang. Bunaqa meni ota-onamning hurmati bo'lmagan oilada men yasholmayman baribir. Menga kerak emas bunaqa hayot. Guli, iltimos qilaman. Menga ishongin. Men hammasini hal qilaman. Faqat ozgina sabr qilgin. Baxtli bo'ling. Guli. Guli, men seni yaxshi ko'raman. Baribir senga uylanaman.
Hali yoshsan, qoning qaynagan payt. Garmon deganday. Ammo u qizga uylanmaysan. Xo'p, nimaga? Menga shuni tushuntirib bering, nimaga? Yana senga qaytaraman. U qiz bizga to'g'ri kelmaydi. Unday bo'lsa, Hmm. men uydan chiqib ketaman. Yana qayoqqa ketmoqchisiz, o'g'lim? Ertaga uchrashuvingiz bor. Oyi, yana qanaqa uchrashuv? Barno bilan? U qizni bir ko'rsang edi, bolam. Bir qoshiq suv bilan yutkudik. Husniyam, tarbiyasiyam hamma tomonlama. Zo'r. Menga qara. Minta Gulmira-chi, uni changida qolib ketadi. Yo. Meni majburlamang. Boshqasiga ko'ngil Hoy, qo'ya bola. olmayman, oyi. Qiz bolani yaxshiligini sen yaxshi bilasanmi yoki men yaxshi bilamanmi? Oyijon, yo'q deyapman sizga, yo'q. Bo'ldi, tamom. Men o'zim yaxshi ko'rgan qizga uylansam uylandim. Lekin menga boshqa qiz kerak emas. Unda sendaqa farzandim yo'q. Seni oq qilaman. Eshitdingmi? Seni oq qilaman. Oyi, bu nima deganingiz? Eshitganing. Agar meni gapimni ikki qiladigan bo'lsang, sendaqa farzandim yo'q. O'g'lim emassan. Agar onangni norozi qilib, baxtli bo'laman deb o'ylasang, bor bilganingni qil. Bor jo'na, o'sha chuvrindini yoniga. Onang o'ldi sen uchun. Oyi, siz... Oxirgi gapim shu. Xo'p. Nima desangiz shu. Lekin bitta gapim esingizda tursin. Siz tanlagan qizni men yaxshi ko'rmayman. Hech qachon. Eshityapsizmi? Hech qachon. Mendan muhabbat talab qilmang. U menga xotin emas. Bu uyga sizga kelin bo'lib keladi. Yoshsanda tushunmaysan. Nikoh xotinni yuzini siq ko'rsatadi. Hali xursand bo'lasan. To'g'ri qilgan ekansiz, ona deysan. Keling. Ey, tort qo'lingni, bu nima qilganing? Men bo'yinbog'ingiz qiyshayib turganiga to'g'rilamoqchi edim. O'zim to'g'rilab olaman. Meni yoqimga yopishishning keragi yo'q. Nimaga meni doim siltalaysiz? Chunki menga bunaqa qiliqlaring yoqmaydi. Uzr, bilmabman. Nonushta tayyor. O'rik murabboli quymoq qildim. Siz yaxshi ko'radiganday. Senga kim aytdi murabboli quymoqni yaxshi ko'radi deb? Aziza shunaqa degandilar. Aziza?
Oldin yaxshi ko'rardim, endi bo'lsa yo'q. Hech bo'lmasa choy ichib keting. Oling, Azizaxon. Kelnayim uncha shirin. O'zimni kelnayijonimdan osh bo'lsin. O'tiring, o'zingiz ham nimadir yeb oling. Balnosh. Kelnayi. Osh bo'lsin. Rahmat. Bilasizmi, bizga kelin bo'lganingizdan shunaqayam xursandman. Men ham sizga kelinoyi bo'lganimdan xursandman. Rahmat. Barno, kelinoyi. Bilasizmi, avvallari o'qishda har doim kulib yurardingiz. Hozir esa ko'pincha kayfiyatingiz yo'q. Yoki kelinlik qiyin ekanmi? Endi aytaman-da, uyingizda xizmatchilar bo'lardi. Shunga ro'zg'or ishlarida charchab qolyapsizmi deyman-da. Yo'q, hech ham qiyin joyi yo'q. Siz ham qarab turmaysiz-ku, nima ish bo'lsa yordam berasiz. Faqat shu... Ha, mayli. Nima faqat? Ayting. Shu akangiz bilan hech moslasha olmayapmiz shekilli-da. Kelinayi. Psixologlar aytadi-yu, endi yosh oilada shunaqa vaziyatlar ko'p bo'lib turar ekan. Odam bir-biriga o'rganguncha ozgina vaqt kerak. Balki. Lekin akangiz munosabatlarda hech bir iliqlik yo'q. Kelinayi, akam o'zi shunaqa. Yurist bo'lgani uchunmi, qattiqqo'lroq. Hech o'rgana olmayapman-da. Men bilan umuman ishlari yo'q. Nuqul jerkib gaplashadilar. To'yimizga 1 oy bo'lyapti. Bir og'iz ham shirin so'z yo'q. Kelinayi, balki akam sizni shu yo'l bilan sinayotgandir. Bilmasam, Aziza. Ba'zan shu turmushga chiqib xato qildimmi deb o'ylab qolaman. Unaqa demang, kelinayi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men aytdi deysiz. Qachon qarasa Instagramda o'tiradilar. Bir qizni rasmini tomosha qilib. Faqat o'sha bitta qizni. Yo'q, kelinayi haliyammi? Taniysizmi uni? Yo'q, haligi ishga kirdilar-yu. Shunga hali ham Instagramda o'tiradilarmi demoqchi edim. Bekorchilarga o'xshab. O'tiribsizlarmi? Qani asal qizlarim meni, tushlikka nima qilamiz? Mana qaynatma sho'ro solib qo'ygandim bo'ladimi, oyijon? Ovqat solib bo'ldingizmi? Voy, o'zimmi chaqqon kelinimdan o'rgilay. Voy, umringizdan baraka toping. Rosa bo'ladi-da. O'zi dadajoningiz ham men ham juda ham yaxshi ko'ramiz qaynatma sho'rvani. Oyi, aytdim. Hammasini aytdim. Kim nima yaxshi ko'rsin, hammasini katta ro'yxat qilib berib qo'yganman. Voy, baraka topinglar. Kir bo'pti, yuvib kelay. Choy ichdingmi, qizim? Oyi, akam haliyam anu qizdan umidini uzmaganga o'xshaydi. Sekinroq gapir, kelinoying eshitib qolmasin. Nimaga unaqa deyapsan? Instagramda Gulini sahifasini kuzatib o'tirar ekan. Keliningiz buni sezib qopti. Haliyam uni unutmabdimi akang? Ha, qurib ketsin bolaga. Hali ishdan kelsin. O'shani kuzatgan ko'zlarini bu yoqqa o'yib olaman. Menga qara, faqat sen aralashma. Hali ham oyi, nega aralashar ekanman? Xudoyim, nima qilsa bo'ladi bu bolani?
Dada, kelasi hafta ta'til berishar ekan. Poyezdda Berlin bilan Venaga o'tib aylanib kelmoqchimiz. Kim bilan? Ha, bemalol o'g'lim. Cho'ntagingdan qarz olib qayoqqa bo'lsa borib kelaver. Dada, sef kaliti sizda-ku. Beka, Iye, A, ты все опаздываешь. kim ekan u? Dadasi menga bering. Yaxshi o'tiring. Hozir mana onangga beryapman. Bera Ishim qoling. borda keyinroq gaplashamiz, dada. Voy. O'chib qoldi-ku. Ha, dars parsiga kech qolayotgan bo'lsa kerak-da. O'zi qiladi. Qo'yaver. Bunis Madridda Kamila degan qiz bilan tanishib qoldim degandi. O'sha qizmikin-a? Gap so'zidan sezuvdim o'zi. Toza o'zbek qiz emasligini. Yo. Bunaqasi bo'lmaydi, dadasi. Ey, yetar endi. Mana bittasini majburlab o'zing yoqqan qizga uylantirding. Xursandmisan? Dadasi, bu olimizchi xotiniga hech ham yaxshi gapirmaydi. Bechora, doim xafa yuradi. Shuni aytyapman-da. Sezib yuribman. Mana bitta o'g'linga gapingni o'tkazding, nima bo'ldi? Endi Oybekni hayotiga aralashma. Yo. Dadasi unaqa qo'yib bo'lmaydi. Ha, endi o'g'illaringizni qattiqroq ushlash kerak. Bularga qo'yib bersangiz Ey. bormi? Bo'lmasa etagingga bog'lab yoningda olib o'tir. Nima keladi qo'lingdan? Ha? Ha, endi siz ham bundoq tergangda o'g'illaringizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdan keldingmi? Yaxshi, rahmat. Ha, men uyga kiray. Juda charchagandim. Mayli. Shoshma. Sen shu paytgacha qayerda yuribsan? Oyijon, iltimos, boshlamang. Sen yana anavi Gulmira bilan ko'rishyapsanmi? Nimalarni o'ylab topasiz, oyi? Nimaga unda uni Instagramini kuzatyapsan? A? Nimaga kelin bilan oralaring sovuq? Qo'lingizdan kelsa isitib bering. Ey bola. Bu nima surbetlik? Uyalmaysanmi o'g'lim? Dada, o'zingiz ayting, uyaladigan nima ish qildim men? Axir mana, sizlar xohlagan qizga uylandim. Yashayapman tishimni tishimga qo'yib. Mendan yana nima istaysizlar? Bunaqa qilaversang, kelin ketib qoladi, bolam. Bunaqada turmushing buzilib ketadi-ku. Xavotir olmang, ketmaydi. Keliningiz hamma narsaga chidaydigan xilidan. Ey, chidaydi deb shunchalik azob berasanmi o'g'lim? Men senlarga shunaqa tarbiya berganmanmi? Biror marta ko'rganmisan onangga zulm qilganimmi? Ha, endi buvim sizni shantaj qilib, o'zingiz yoqtirmagan qizga uylantirmaganda. Ahmoq. Buningizni nima qilsa bo'ladi? Qilar ishni qilib bo'lding. Bu yog'iga faqat Xudodan insof so'raysan. O'zingga ham, o'g'lingga ham. Choydan qo'y. Alo, oyi. Qo'ng'iroq qilganmiding qizim? Eshitmabman. Ha, oyijon, uydamisizlar? Ha, nima edi? Men bormoqchi edim. Nechuk to'satdan? Yakshanba kuni kelaman deganding shekilli. Ha, qizim? Men, oyijon, Ha, nima gap? ozgina vaqt uyda yashab tursam maylimi? Sizlarnikida. Tinchlikmi, qizim? Voy, meni unaqa qo'rqitma-ya. Ha, tinch. O'zi sal kuyovingiz bilan Nima? Janjallashib qoldinglarmi? yo'q. Haligi bir-birimizni tushunmayapmizmi, bilmasam. Tushuntirishim qiyin. Ha, unda men tushuntiraman senga. Homiladorlikda hamma shunaqa bo'ladi, qizim. Ayol kishi injiq, ko'ngli nozik bo'lib qoladi. Xudo xohlasa eson omon qutulib olganingdan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ering ham ota bo'lib o'zgaradi. Erkak kishi ko'chani odami-da. Boshida qancha ish, qancha tashvishi bor. Eringga yaxshi gapir, qizim. O'zingdan tinib o'tir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa yakshanba kuni kelinglar. Kuyovim ham birga kelsin. Xo'pmi? Tayinlagin. Xo'p, oyijon. Bo'pti.
Koshki shunaqa bo'lsa edi, oyijon. Kechirasiz, kelgan joyimizga qaytamiz. Uzr. Xo'p. Guli, Guli, Guli. Tabriklayman, Guli. Prokuror endigina gumonlanuvchini aybi isbotlandi deb turgan joyida oqlab olib chiqib ketding-a? To'g'risi, sendan buni kutmagandim. Ishimiz shu. Qoyil. Ancha o'sibsan. Men ham sizni tabriklayman. Nima bilan? Axir men ishimni yutolmagan bo'lsam, Qizli bo'lgan ekansiz. Umri bilan bergan bo'lsin. ungami? Kap-katta qiz bo'lib qolgan bo'lsa, bog'chaga boryapti. Ismini nima qo'ydingiz? Guli. Labbay? Guli Rano. Qizimning ismi Guli. Mayli, men bora qolay bo'lmasam. Guli, shoshma. Bir narsa so'ramoqchi edim. Nima? Nimaga hali ham turmushga chiqmading? Endi oq ot mingan shahzodani kutyapman. Mayli, yaxshi qoling. Ishingizga omad. Menman seni shahzodang. Meni malikam esa faqat sensan. Qanday aytay? Sizdan boshqa birovga ko'ngil qo'ya olmayotganimni, sizni unuta olmayotganimni. Qanday aytay? Ishonaman. Bir kun kelib sen bilan albatta birga bo'lamiz. Guli, qizim, tezroq bo'l. Ishga kech qolyapman. Bo'ldingmi? Tayyormisan? Ha, bo'ldim. Ketdik. Shoshmang, popkis. Stol ustida hujjatlar turgan ekan. Hammasini ichiga soldim. Sendan birov so'radimi? Kerak emas edi bular. Kerak bo'lganda olardim. Do'q qilmang, iltimos. Bolani qo'rqityapsiz. Bolani o'ylasang, u bilan ko'proq shug'ullan. Orqamdan soyada ergashmasdan. Xo'p. Ketdik, qizim. Yura qol, qizim. Chaqqonroq. Sekin. Assalomu alaykum, aka. Aziza. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Shirin Ertalabdan? to'y. Bog'chagami? Ha. Oyi,